Shirin akammi? Odam-podam bo'lmaysan sen. Ishlaymi? Bor ey. Ey, tash qo'ydim. 100 kisa mazza qilib davom kelamiz-da. Hozir. Sani vijdoning bormi? Nima yana? Odam-podam bo'lmay ket. Bor ey. Salom vijdonsiz janoblari. Pop tumani Olmos yo'li Texnotobod mahallasidan 2 xonali kvartiralar olsan, bu xonani qara ta'mirlangan, tayyor mehmonxona. Dahshatligini. Sen odam bo'lmaysan, sen. Aboylari ham ko'zda qamashtiradi, svetlari ham o'rnatilgan. Sanozellari ham bormikin? Voy, yashagan odam maza qiladi bu yerda. Voy. Kuxnyani qarang, voy, tayyor jihozlangan. Mana bu yerdan oshni damlab qo'yib, tashqarini tomosha qilayotgan ekan. Menga qara, shunaqa uylarni olsam, qarzingni qachon berasan? Noinsof? Qanaqa? 4 oy bo'ldi. 30 ming so'm olgansan mendan. Ber tez. Uyda qara chiroyliligini. Men tiqilib o'l. Kambasmi? Bor. Qara lekin. Yana nima? Uylar qulloq bo'lsin. Ha. Ahmad. 5, 10, 15. Hey! Ha? Liftdan tushib ket. Lift bor edi.